Malayziya va Singapur davlatlariga bo'lgan safarlarim davom etadi. Xabaringlar bor, kecha kuni Afg'oniston vizasi bo'yicha, undan tashqari boshqa davlatlar bo'yicha piyoda kirishga emas, velo turist, ya'ni velo turist bo'yicha kirishga ruxsat oldim. Shuni sababidan kecha kuni velosiped zakaz qilib, ya'ni o'zim uyimda o'tgan yil safardan qaytganimdan keyin velosiped olgandim. Ana shu velosipedni chaqirtirdim, xudo xolasa yetib keldi mana. Hozir shuni sekin jihozlayapman. Narsalar hamma yo'g'i joyida, kaskalar. Bugun mana 18-kun. Endi bu velosipedda Buyuk Xitoy devori, Afg'oniston, Tojikiston, Pokiston, Hindiston, Bangladesh, Myanmar, Tailand, Malayziya, Singapur, Jakarta davlatlarini hozir bosib o'tamiz. 13 ming kilometrdan ortiq bo'lgan masofani inshaalloh qo'llab-quvvatlab turasizlar.